Assalomu alaykum. Bo'lmish tog'a, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi xo'jayin. Xo'jayin, biror yordam kerak bo'lsa aytgan deganingiz, bir iltimos bilan keldim oldingizga. Aytavering, bo'lmish tog'a, bemalol. Nima xizmat? Bir qiz shaharga tanishini qidirib ketdi, adashib qolibdi xo'jayin. Ketishga puli ham yo'q ekan. Hech kim yordam bermayapti, shunga bir yordam bering xo'jayin. Qo'ysangchi, bo'lmish tog'a. Men bitta boshqa qiladigan ishlarim. Yuringchi. Mana. Nima gap, singlim? Yaxshimisiz? Men Temur akamni qidirib keluvdim. Shaharda adashib qoldim. Kimingiz bo'ladi u odam? Nima kerak edi? Temur aka ancha oldin shaharga kelgandilar ishlagani. Ular ishlab to'yimizni qilmoqchi edilar. Biz Tanganikiga bo'lib ahdlashgandik. Uydagilarim meni turmushga berib yuborishmoqchi. Ularni topmasam bo'lmaydi. Singlim, men pul olingda, 100 ga yetib oling. Hademay kech bo'ladi, shaharda har xil odamlar bor. 100 ga yetib